Amerika, Kanadada qanday ishlasam bo'ladi? Рабочий vizani olsam bo'larmikan? Albatta bo'ladi. Hozirgi kunda ko'ryapsiz, men kanalimda har kuni vakansiya qo'yib boryapman va ijodiy o'sha vakansiyani o'zi kompaniyani o'zidan olinyapti. Bu narsaga nima qilinadi? E'tibor beriladigan narsa shundaki, talablari bo'ladi. Talablariga javob berib rezyumelarni topshirsa, albatta u kompaniya ham nimaga vakansiya qo'yyapti? Ishchi qidirayotgani uchun. O'sha ishga sizlar ham bo'lib qolishingiz mumkin va sizlar ularni tanlovinglar bo'lishi mumkin. Tanlov bo'lganingizdan keyin oddiy приглашениyaga keladi va elchixonaga topshiriladi, vizani olasiz va albatta Amerikaga рабочий viza bilan ishxonangiz tayyor borasiz yoki Kanadaga. Bu narsani ko'pchilik bilmasdi, lekin mana men videomda butun mana shu respublikamizga o'sha bu narsani tarqatib boryapman. Shu bu narsani qilsa bo'ladi. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q do'stlar. Shuning uchun videom yoqqan bo'lsa, podpiska bo'lishni ayamaysizlar, profillarimizga, Telegram kanalimga va kimda bundan tashqari oddiy viza usullari ham, viza bo'yicha ham, вид на жительство bo'yicha ham, boshqa usullar bo'yicha ham yordam kerak bo'lsa, bemalol Grant Vizaga murojaat qilaverasizlar. Rahmat do'stlar sizlarga.